6 noyabr 2025-yil soat 19:05 da Milliy telekanalida 3 atirgul tikoni. 5 kunlik Dunyo serialining 4-qismi namoyish etiladi. Bu asar allaqachon tomoshabinlarning qalbini zabt etgan va hayotning qisqa, ammo mazmunli daqiqalarini chuqur his etishga undaydi. Har bir yangi qism insoniy tuyg'ularning yanada teran qatlamlarini ochadi, yo'qotish og'rigi, kechirim kuchi va sadoqat qadri. Voqealar markazida nafaqat qarindoshlik, balki yuraklarni bog'lab turgan ko'rinmas rishtalar ham bor. Serialning muhitida samimiyat, musiqasida esa yurakka kiradigan ohanglar seziladi. Aktyorlarning o'yini hayotiy va tabiiy, ular rollarni ijro etmaydi, balki yashaydi. Shu bois 3 atirgul tikoni. 5 kunlik dunyo chinakam his-tuyg'ular bilan to'lgan asar sifatida ajralib turadi. Tomoshadan so'ng yurakda iliq his qoladi, go'yo ezgulik hamon g'alaba qila oladi, muhabbat esa vaqtni yenga oladi.